Tur o'rningda. Yotirasan borga o'xshab. Hozir. Tayinli bir ishing yo'q. Onayni sana. Sen tengilar farzandli bo'lyapti, mashina minyapti, uy-joy qilishyapti. Sen o'zing qanaqa bir erkak bo'lding? Sen birovlarning bolalariga o'xshab ish topsang, bo'lmaydimi yaxshiroq? Qalaysan? Yaxshimisan? Murod, Qalay. o'zingdamisan? Bo'pti, og'ayni. Nima gap? Qo'yver tosh narsani. Gapir. Nima bu o'tirish? Menga gapirmasang kimga gapirasan? Endi siz bilan gaplashib bo'lmaydi. Kimlar o'lib ketdingiz endi gapimiz tortmaydi. Og'ayni, yoshidan birga katta bo'ldimi? Bitijada o'qidimi? O'rtoqmizami? Menga gapirmasang kimga gapirasan? O'shada birga boshladik. Sen kimdir bo'lib ketding. Dishing o'xshamasa ikkinchisini qilding, ikkinchisi o'xshamasa uchinchisini. Menda bitta o'xshamadi shu bilan. Muammo shumi? Ish yo'ligidami? Og'ayni qara. Bitta platforma bor. Telegramga kirasan. Mana, postga kiramizda ishla uz, mana, ketdi. Mana buni qara, o'rtoq, bo'l, mana kiryapmiz. Og'ayni har kuni 40 tadan oshiq yangi ishlar, tekshirilgan ishlar, cho'tki. Har xil vakansiyalarga bor. Xohlaganingni tanlab, oylarni ko'rsa $500 dan $3000 mana buni qarang, ha? Ketdi. Instagramga ham kiramiz. ishla.uz. Og'ayni, ko'ryapsanmi mana bu ishlar. Har kun postlarda har kuni post joylab borishadi yangi ishlarni. Istoriyasida 10 tadan oshiq har kun ishlar qo'yib boriladi. Obzor qilib berishadi. Borib, ko'rib o'tirmaysan, gaplashib o'tirmaysan, hammasi mana boshlari bilan o'ziga obzor qilib ishxonalarga qo'yib borishadi. Kuzatib borsang, o'ziga kerakli ishni topasan, jigar. Shunga his qilyaptimi? Halimi? Ha, rahmat.